Avazbek Mahmudov o'zlarining manzur nafas, lirik ovozlari bilan do'stlik haqida, ona vatan haqida, ota-ona haqida va mehnatkash xalqimiz haqida juda ko'plab mavzuga ega bo'lgan ajoyib taronalarni kuylab xalqimizni xursand qilgan. Sizni juda ko'p mavzudagi ajoyib taronalaringiz bor. Meni esimda qolgani jim degan ashularingiz bor. Agar qo'limdan kelsa aytib bersam, sen ketursan izingdan, men boqurman jim. Shuni endi biz baribir sizchalik ijro qilib bera olmaymiz. Shinavandalar shuni aytib beramkin deb o'tirgan muxlislaringiz ham bor. Shu ikki og'iz gapirib shuni rivoya qilib bersangiz. Bu qo'shiqni marhum ustozimiz, Xudo rahmati, G'ulomjon Ro'ziboyev Omonmatjon she'ri bilan bastalaganlar. Bunga ko'p yillar bo'ldi. Shuni menga munosib ko'rib beruvdilar. Shunda Rahmat. shu qandaydir bir avazbek bo'lib, jinday bo'lsa ham tanilishimga shu qo'shiqni sababchi deb bilaman. Biror misrada shu mana shu taronani muxlislarimizga ijro qilib bersangiz. Tor bilan. Mayli. Sen ketursan izingdan, men boqurman jim. Menga qoldi ko'zingning qaroligi tim. Menga qoldi ko'zingning qaroligi tim. Qara endi kunlari, qara endi qismati, qara endi kunlari, qara endi qismati. Ko'zim qarog'ida ham yoshim endi ko'zim qarog'ida yoshim endi Yashang, kamol toping, salomat bo'ling. Isroil aka, meni jinday qizdirib qo'ydingiz. Men o'zim bir 5-6 yil oldin bir Nahoniy g'azali bilan bir g'azaliga bir kuy bastaladim. Shuni ozgina xirgoya qilib bersam. Marhamat. Rahmi yo'q ey bevafo, kelmoqchi bo'lding, kelmading. Hasta bu ahvolimi so'rmoqchi bo'lding, kelmading. Hasta bu ahvolimi so'rmoqchi bo'lding, kelmading. Ya meni senga yomon ko'rsatdimi yoralar, shum raqib so'zigami kirmoqchi bo'lding, kelmading. Yor kelmading. Salomat bo'ling. Men iltimos qilaman. Mana shu mumtoz bizni maqomlarimiz darajasiga yetgan juda ko'p ashulalarimiz bor. Bularni albatta yaratishdan shu Yunus Rajabiylar, Faxriddin Sodiqov, Kalonov, Komiljon Jabborov va Orifxon Xatamov kabi
juda ulug' ustozlarimiz, bastakorlarimiz ana shu maqomlarimizga teng keladigan darajadagi o'zbekona ijro yo'llarini qoldirib ketgan. Bularni albatta siz ham sevib ijro qilasiz. Mana qoshi yosinmi deymi, naqldim, kuygay va shuningdek siz sevib ijro qiladigan menimcha Orifxon Xatam bastalgan Bu oqshom degan avaz o'tar g'azaliga bastalangan. Men iltimos qilaman, shu Bu oqshom mehr shafqat rasmini ul oromijon aylab. Shuni endi shinavandalarimizga, muxlislarimizga to'la to'kis ijro qilib berasiz. Rahmat. Bolaga. Jonim bilan. Çilip çülben gama vakil didil berlige ayan eylep Çilip kaşan Canım lavdırdı harap halim sorar yar lalindü şan eylep harap halim sorar yar lalindü şan eylep Dedi bir kesin hicran cefası denen içindir sana Değil halin barıl yaşımayın mendine hal eylep Dedim ki hey siderdir sorduğumda İstem göster Teşip fırkab haraşamim yara bağrım kan eylep Avaz tut hatrin hürrem
مرادي خاص لا نير سجام Aferin, aman bo'ling.